Tabiat yashnab, bahor nafas ufurayotgan shu kunlarda yurtimiz bo'ylab ezgulik va yangilanish ramzi bo'lmish Navro'z bayrami keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Termiz shahridagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham qutlug' ayyomga bag'ishlangan bayram tadbirlari tashkil etildi. Mana bugun Termiz shahridagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabida qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z tadbiri o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan barcha yurtdoshlarimizni Navro'z ayyom bilan muborakbod etaman. Maktab o'quvchilari, o'qituvchilar va ota-onalar ishtirok etgan ushbu tadbir qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z hamda 3-sinf o'quvchilari o'rtasida Assalom Navro'z shiori ostida o'tkazildi. Bugungi tadbirda bolalarimiz tomonidan milliy qadriyatlarimizga yo'g'rilgan o'yinlar, milliy raqslar, milliy ko'rinishlar namoyish etildi. Bu kelajakdagi avlodlarga o'sha qadriyatlarimizning saqlanib qolishiga katta yordam beradi. O'yinlardan o'sha tosh o'yini, arqon tortish, kuch sinashish, mana bu yerda o'sha qadimgi momolar kiyimida o'tirgan qizlarimiz o'sha kashtalar tikishi, urchuq yigirishi, o'sha paxtani tozalash ishlari bilan shug'ullanib o'tirishibdi. Bayram dasturida milliy qadriyatlarimizni tarannum etuvchi sahna ko'rinishlari, she'rxonlik, qo'shiqlar va raqslar namoyish etildi. O'quvchilar Navro'z urf-odatlarini aks ettiruvchi chiqishlar bilan barchaga bayramona kayfiyat ulashishdi. Shuningdek, tadbir doirasida milliy taomlar tayyorlash, xalq o'yinlari va turli musobaqalar ham tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari Navro'z ayyomi xalqimiz uchun faqatgina yangi yil boshlanishi emas, balki do'stlik, mehr-oqibat va hamjihatlik bayrami ekanini yana bir bor his qilishdi. Tadbir yakunida faol ishtirokchilar maktab rahbariyati tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.